Bugungi mavzuyimiz istig'forlar haqida. Astagfirulloh ma'nosi Allohdan gunohlarimni kechirishini so'rayman. Astagfirulloh va atubu ilayh. Ma'nosi Allohdan kechirim so'rayman, unga tavba qilaman. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huval hayyul qayyum va atubu ilayh. Undan o'zga iloh bo'lmagan, doim tirik, har narsaning ustida qoyim turuvchi Allohga istig'for aytaman va tavba qilaman. Allohumma ma'firatuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja 'indi min 'amali. Ma'nosi ey Alloh, sening mag'firating gunohlarimdan kengdir, mening nazdimda rahmating amalimdan umidliroq. Robbi g'firli va tub alay innaka antat tawwabur rahim. Ma'nosi Parvardigorim, gunohlarimni kechir, tavbamni qabul et, zero sen tavbalarni qabul qiluvchi mehribon zotsan. Subhanaka va bihamdika astaghfiruka va atubu ilayh. Ma'nosi yo Alloh, sen har qanday nuqsondan poksan, hamd va sanoga faqat o'zing loyiqsan. Senga istig'for aytaman va tavba qilaman. Istig'forni ko'paytirganingiz qadar g'am tashvishlaringiz ariydi, qarzingiz uziladi, xatolaringiz o'chiriladi, yaxshiliklar keladi. Siz uchun osmon eshiklari ochiladi. Allohning izni ila duolaringiz qaytarilmaydi. Shunday ekan, istig'forni ko'paytiring.